yig'i keldi. Chunki meni ham oldimda farzandlarim bor. 17 yoshli farzandli otasiga avtomobil kalitini berdi. Ota g'ururlanmaydimi? G'ururlanadi. Lekin buni orqasida mashaqqat bor, sabr bor, itoat bor, disiplina. Bu disiplina bunaqa narsaki, farzandlar shu narsaga amal qilgan. Lekin otalarga ham rahmat. Farzandini shu paytgacha sabr qilib trenirovkasi deysizmi, chempionati deysizmi, kiyim-kechagi deysizmi, yeb-ichchi deysizmi, turib bergan. O'shalar ichida ko'ring, tabriklagan chiqqanlarni birontasi kazoga o'xshamadi. Mehnatkash o'zimizni o'zbek oilalaridan chiqqan navqiron chempion yigitlar. O'sha narsani ko'rib g'ururlandim, bu narsadan o'zimga urug' oldim. Bu narsani o'rnak sifatida farzandlarimga ko'rsatdim. Ko'ryapsizlarmi? Do'stim, farzandingizni sportga bering. Qanaqa sport bo'lishidan qat'iy nazar, disiplina bo'lsin o'sha yerda, sabr qiling natijasiga. Alloh qodir qilguncha, nasib qilgan bo'lsa chempionning otasi bo'lasiz.